Assalomu alaykum. Olib charchayapsizmi? Qanaqasiz? Sog'liq yaxshimi? Ahvolingiz yaxshimi? Ha, yaxshi, xudoga shukr. Sog'ligingiz yaxshi, to'g'rimi? O'zingiz ozib ketmagansiz, kasalmassiz, to'g'rimi? Yo'q, yo'q. Kasalmassiz. Uyda sharoitingiz yaxshimi? Bo'ladi endi. Ro'z sizni ko'rdim. Go'sht yeysizmi? Go'sht? Go'sht. Yeymiz hozir. Ha, o'zi Toshkentdan keldim oldingizga. Ha. O'zi yordam bergani keldim, to'g'risi. Qoraqalpoq ahliga. Sizni ko'rdim, ozg'in ekansiz. Rangingizda rang yo'q. Bitta o'zingiz yashaysizmi? Yo'q. Ha. Uydagilar bilanmi? Bor, elim bor. Ha. Asqazonda jara bor. Ha, yazbangiz bormi? Ha, Shunga bo'lsa kerak. Gastrit. Gastrit. Oho. Bor, bor. Davring bormi? Necha pul topasiz kuniga? Ya? Ha, kuniga. Ha, bo'ladi, non pul istov bo'lsa. Necha pul? Non puli. 50 ming, 100 ming. Yaxshi so'zni topib. Qancha topasiz? 50 ming. Opa, to'xtang. Ha, olib qo'ying manni. Nima? Sizga duo qilib qo'yasiz. Mandan duo qilib qo'y, roziman? O'sha. Yo'q, yo'q. Sizga duo qilib qo'yasiz, o'sha. Yo'q, ololmayman. Oling, oling. Rozi bo'ling. Yo'q, yo'q. Men. Men sizga atab keldim. Yo'q. Duo qilib qo'yasiz men. Opa, bu narsa olib yeysiz-da men. Men. Opam yig'lama, men. Papajom al. Toshkentdan kelib oldingizga. Opam, bunaqa qilmang. Men roziman deyapman. Rozi bo'lib beryapman. Rahmetimni ayt. Charchamang. Boshqa neydi? Yerimiz tinch bo'lsin. Rahmat. Shunday nelar aytmayman. Jardamga Opam, rahmat. Charchamang. Omonatlar.